250 mingdan boshlanadi. Narvonli ko'rishingiz mumkin. 1 metrlik ko'ryapsizmi? Bular o'zligi Xitoydan olib kelishadi. Dizaynlari gap bo'lishi mumkin emas. Vashchi boshqacha ko'rishingiz mumkin. Qarang. Birinchi qo'l hech kim aralashtirmagan holda o'zligi Xitoydan olib kelib o'zligi tarqatyapti. 250 mingdan boshlanadi. Mana bunaqa 3 metrlik bor, ko'ryapsizmi? 900 ming so'm. Любой joydan narxini solishtirsangiz bo'ladi. Sifatlar a'lo darajada olib kelaymi-da. Mana bunisi 600 ming. Xo'p, narxini aytamiz 300 ming, 350 ming, mana 300 ming, 350 ming, 400 ming. Narxi nima qilaman dashot bilasizlar? Metallar sal qalinlashadi. Mana 500 ming, mana bunisi 600 ming, mana 700 ming, 350 ming, 400 ming, 500 ming. Ayni shaxsan shunisini o'zim olib ketmoqchiman. 750 ming. 170 lik bu. 170 ko'rishingiz mumkin. Dizaynlar vashcha cho'tki, bitta ko'rsataylik dizaynlar. Qarang. Oddiy bizda chiqadigan narmonlardan farqi bor. Metallarni ham ko'rishingiz vashcha cho'tki. Yig'ilishlari gap bo'lishi mumkin emas. Mana. Qarang. 13 kilo bo'ladi bor yo'q. Uyda ayollarimizga olib bersangiz nima deysizlar? Xo'p, egalarning nomini yozib qoldiraman. Aloqaga chiqarasizlar. Optimchoq kerak. Ko'proq ob'yom olmasanglar, yana skidkasi bor. Egalarning nomini yozib qoldirib aloqaga chiqarasiz. Aytaman nima? Har doim sifatli narsani narx bilan aytaman deyman.